Bugungi bitiruv naqd 24-etajda bo'ldi. Ishtirokchilarimizga shunaqa yoqdi. Ayniqsa kelishgandan keyin hamma ovqat bizagami deyishdi. Chunki shvedskiy stol edi. Hamma ovqat sizlarga xohlaganingizcha mazza qilib yeyishinglar mumkin dedim. Shunaqa xursand bo'lib ketishdi. Bu Durdonaning o'g'sillari, hamma taniydi, Barno. Mani konkurentim. U kamera yoqilmagan paytda shunaqa maslahatlar beriladi, lekin kamera yoqishi bilan jim bo'lib qoladi nimagadir. Hozir ham 10 minut kech qolgan o'quvchimizga nima qilishim kerak endi desam, bir chiroyli maslahat beryotdi. Endi idish topasizda hammasidan dastavka qilib berasiz deb turdi. Bular esalar Dilafruz opa shunaqa pozitiv ayollar, kosmetologlar. Ularga shu restorandagi shu suvenir yoqib qoldi-da. Olib shuni menga berib yuboring deb iltimos qilib eslari ketdi. Keyin sazalar urmasin deb olib rasmga tushib ola qoling dedim. Keyin shu bo'lganlardan keyin qo'yib keting. Tag'in men unga shtraf to'lab yurmang deb aytdim. Xo'p, qo'yibman dedilar. Undan keyin esa sertifikatlarni birma-bir berdilar. Undan keyin har bitta odamdan odziv oldim. Atidan ertaga menga pulni qaytarib beringlar, men hech narsa yemadim deb qolishmasin deb. Hozir shunaqa qiladigan bo'lganman. Kamerani yoqaman-da. Sizlarga yoqdimi deb so'rab olaman. Hammaligi keyin yoqdi, rahmat deb esiga ketdi. Ko'nglim xotirjam bo'ldi. Sizlar ham bitiruvlarga kelganmisizlar? Sizlar bilan qanaqa приключениялар bo'lgan? Yozib ketinglar kommentda.